Assalomu alaykum azizlar. Mana men hozir Gollandiyaga, Germaniyaga o'tyapman. Y311 bilan A27 yo'li bu. Bugungi sana 5-yanvar 2026-yil. Soat millari 17. Pagoda 1,5. Qor yog'ayapti o'zi Gollandiyada. Ayoqdagi lekin galaliyot. Shu uchun ehtiyot bo'lib yurish kerak. Azizlar, ko'pchilik obuna bo'lmasdan ko'rayotgan ekan. Obuna bo'linglar, obuna bo'lib bitta like bosinglar. Qiziqarli video qo'yib bo'lishga harakat qilaman. Yevropaga furachilar haqida, Xudo xohlasa. Ekraningizni o'ng burchagida pastida qizil knopka bor. Shuni bossangiz agar obuna bo'lasiz. Men qo'yib borayotgan qiziq videolar birinchilardan biri sizlarga boradi. Xudo xohlasa. Qor qattiq yog'ayapti, qor. $24 tonna 750 kilo yukim bor. Germaniyaga yetishim kerakman. Fransiyadan yuk yuklaganman. Через Belgiyada zapravka qilib hozir Gollandiyadaman. Gollandiyadan Germaniyaga o'taman, Xudo xohlasa. Lekin qor zo'r yog'ayapti.